Bugün sizlarga tanıştırmoqchi bo'lganimiz soğuk sey türü. Mush xonimlar bek talab qilganligi uchun mushu seyni o'rinlashtirdim. Buning ketilgan asosli material tizganlarni, ya'ni mushu so'sni rangli kapsita xonimlar, lanxabina yana bir xil turi. Buni mushta inchik qalam qilib olamiz xonimlar. Odatda men ama tanlagan lanxabirim sal cho'ngroqga, shunlashqa men shu yerimini ishlatdim xonimlar. Bugun sal odam soni ko'par ekan. Yerim dona kapsitani shunda inchga qalam qilib olamiz. Uningdan boshqa bir baş atrofida savzinimi qirg'uchdan o'tkazib olamiz xonimlar. Uningdan boshqa yana samsaq deganda bir 7-8 tish atrofida samsaqni ushshaqmishda chanib olamiz. G'o'l piyozdan azroq ushshaq to'g'rib olamiz. Zanjibildan shundaroqqa, ya'ni bashmaltaq cho'nlig'idagi zanjibilni ushshaq chanib olamiz xonimlar. Andan keyin bir dal qizilmuchni inchga uzun holatda qalamchi qilib to'g'rib olamiz. Undan başqa bunun asaslı doğru dermekleri üçün kebab için unu ya. Hanımlar, ben bugün bek yıllık doğru dermekini tetitmayrak qılmaqçı. Kebab için unudan yerim bal qoşuq, aqmışdan yerim bal qoşuq, zirdan yerim bal qoşuq. Undan başqa yani muvafiq miqdarda tuz işiltimiz. Açıq su. Açıq su degan vaqtda men asosan shu burundan deb kelyaptim. Doğru dermekler ichilab qo'yman açıq suni deb. Mening shu darsxonam qatnashgan xonimlar asosan biladi. Shu xil açıq su xonimlar. Aldı bilan xonimlar shu so'sni rangli kapsitamizga tuzdan bir qo'shiq atrofida arasiga sepib xonimlar buni obdan mijimiz jumum. Bu chunki bak qattiq bo'ldi, odatdagi kapsitaga o'xshamaydi bu. Shuni rus mijiga vaqtimizda anadagi suv chiqib buniki tuzning yordamida bu yumshaydi xonimlar. Buni arasiga mushta mijib turib tuzni o'tkazimiz. O'tkazib andan keyin buni bir oz degandimmi vaqtinglar uzun bo'lsa yarim soat atrofida qo'yib qo'yinglar. Buni sal baldiroq tutish qilmasak bo'lmaydigan sayturi xonimlar. Undan keyin vaqtinglar agar yetishmaydigan bo'lsa bir 20 minut atrofida qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Cho'qim arasiga mushu yepish kerak ekan. Ya'ni mushu tuzlarimiz arasiga yeyish kerak. Aslidagi hajmdan bu kichiklaydi xonimlar. Hanım kızlar, mana tuz bilan mijib bo'lgandan keyingi altimizni shu ham shunda hajmi buni kichiklaydi xonimlar. Buni bir yarim soat atrofida qo'yib qo'yma, suvi chiqib rangidimi o'ngish bo'ladi bu seyimizning. Undan boshqa qizil savzimizni o'xshash usulda yarim qo'shiq atrofida tuzni silib, buni abayqi usulda buni mijib olamiz. Bu yumshaydi xonimlar. Ergiz bu xil endi ko'ktatlarimizni odatda sovuq sayqagan vaqtda qaynoq suvda qaynatilgan ishni qilmanglar. Vitaminlari yo'qaydi xonimlar. Tuz bilan yumshatish usuli eng yaxshi usul. Vaqtinglar jiq bo'lsa, ozroq tuz bilan mijsanglar bo'ldi. Vaqtinglar qis bo'lsa, tuzning miqdorini ko'paytsanglar bo'ldi. Ammo bu birorus yumshab bo'lgandan keyin cho'qim muzdek suvda chayqab, shuniki odatdagi saylarning tuzini tetigidek tamga kelgan vaqtda qo'yib qo'yamiz, bo'lmasa seyimiz tuzliq bo'lib qoldi xonimlar. Asliga hajmdan bu kichikildi mana. Xanım kızlar, qozonimizga bir cho'mishdan ozroq moy qo'ydim. Moy bak qizib ketmagan vaqtda, suz qiziydi, mushkul ahvol kelgan vaqtda boyqi g'o'l piyoz, zanjibil, samsoqlarimizni silib sarg'aytib olamiz. Bismillah. Bak qizg'an vaqtda solsanglar buni bak ishni kuyib ketadi xonimlar. Shunlashqa susaraq qizg'an vaqtda solamiz. Lekin bu meyimiz cho'qim meyliqqa puraqsiz sumaylar bor, bir xil asl chuchitilgan bir xil moyjimi, burun bir chuchitilgan moylar. İlk chuchumigan moyga lekin manda iliq bek chuchumasdan burun sep qo'ysanglar, mana seyimiz bir xil. Bek qizg'an vaqtda solsanglar buni bek ishni kuyib ketadi xonimlar. Shunlashqa susaraq qizg'an vaqtda solamiz. Lekin bu meyimiz cho'qim meyliqqa puraqsiz sumaylar bor, bir xil asl chuchitilgan bir xil moyjimi, burun bir chuchitilgan moylar. İlk chuchumigan moyga lekin manda iliq bek chuchumasdan burun sep qo'ysanglar, mana seyimiz bir xil xam tetib qoldi xonimlar. Buni cho'qim elashtirib turib sarg'aygan vaqtda boya biz qalamchi qilib to'g'rib olgan qizilmushni solamiz. Qizil lazimizni silib, ozroq tuz sepib yutiblam ep qo'yamiz. Boyaqi biz tuz bilan mijib qo'ygan seyimizni hozir tayyor bo'ldi. Undan muzdek suvda chayqab olamiz xonimlar. Xonim qizlar, mana bu aralashmamiz mishta sarg'uch holatga kelgan vaqtda biz qalamchi qilib to'g'rib olgan qizilmushni solamiz xonimlar bunga. Chunki bu qizilmushni biz tuzni mijimaymiz. Mushuni meyda sal buni bunday chekka vaqtda qo'rib olamiz desak bo'ladi. Sal yumshaydi bu. Bo'lmasa bu petlam iste'mol qilib bo'lmaydi. Mushalat qilib ustiga ozroq tuz sepib, buni 1 minut ham shu meyda qaynatib ilib olsak bo'ldi. Chunki men bu sovuq seyimga qizilmuch solmayman. Qizilmuch yig'ichi yog'lardan do'q uni solmayman. Mush qizilmuchdan ta'mi ketadi xonimlar. Shunlashqa ozroq tuz sepib olsak bo'ldi.
Mana xanımlar, endi tuzdan azroq qo'shib ichida azlam sepib bunga ilashtirib o'tni o'chiraymiz xanımlar. Endi bu araliqda biz boyagi yumshoq tayyor bo'lgan iliqi so'sni rangli kapusta bilan sabzimizni muzdek suvda chayqab ilib olamiz. Mana qizlar, mana o'tizganlar, ya'ni mana so'sni rangli kapustamizni muzdek suvda chayqab oldim. Sabzni ham shunda xanımlar. Endi bu ikkisini obdan aralashtiramiz xanımlar. Mush chayqagan vaqtinglarda bek ching siqivatmanglar xanımlar. Misal tuz ta'mi qolsin. Tuzni tetimizda tuz salsak bo'ldi. Bo'lmasa o'zining tuzi tetib kelsa, buni aytdim yaxshi bo'ldi xanımlar. Undan boshqa bunga azroq yumg'oq sutniki mana iliqi yog'chidan do'q, ko'ka emas-a, ashtaxiyalarini silavatdim. Undan boshqa dori darmaklarimiz. Bugun dori darmakni bek jiq sanmayman bunga. Asl dori darmak sanmasanlarmi, bu xil sousimiz bek yaxshi chiqadi xanımlar. Endi qizlar boyiliqqa mayda qo'rib olgan biza samsaq, zanjivil, g'o'l piyoz, qizilmuch, mushu narsalarimizni silib aralashtiramiz. Bu seyimizga boshqacha bir ta'm kirgizdi xanımlar. Diqqat qilsanglar, men bunga kavavichin mi quymadim yoki qizilmuch yig'ib quymadim xanımlar. Chunki kavavichin uni sag'ashqa kavavichin mi quymasaqmi bo'ladi. Endi buni tekshir aralashtirib, undan boshqa ochiq suv. Men ochiq suvning tarkibida xanımlar, men dori darmak ichilganligim uchun bek kuchli bo'lib ketadi. Yarim piyola atrofida muzlatilgan qaynoq suvni aralashtirib, bir piyola ochiq suvga shu xil shaklda aralashtirdim. Bo'lmasa, men sayno tambek kuchli chiqib ketadi xanımlar. Obdan aralashtirib bo'lgandan keyin taqsirimizga chiroyli usib olsak bo'ldi. Mana xanım qizlar, bu xil sousimizni tayyor bo'ldi. O'zi shunchalik pokroq, ta'mlik bir xil sous bo'libdi. Bu xil so'sni rangli kapustaning odam badaniga bo'lgan foydali taraflari ko'p. Buni materiallardan ko'rib, tushensanglar bo'ldi xanımlar.